Rossiya davlat universitetlariga 2026-yil qachongacha qabullar bo'ladi va qaysi yo'nalishlarga, qaysi o'qish tartibiga dokumentlarni topshirish kerak? Bugungi videoda men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. O'ylayman videodan keyin sizlarda savollar Rossiyada o'qish bo'yicha qolmaydi. Hamma savollaringizga javob olasiz. Biz esa videoni boshladik. 2026-yil Rossiya davlat universitetlarida byudjet asosida o'qish vaqtlari tugadi. Oxirgi qabul vaqti 10-iyul edi. Kontrakt asosida barcha universitetlar hozirgi kunda kunduzi, kechki va sirtqi bo'limlarga qabul qiladi. Qaysidir universitetda 5-avgustgacha, qaysidir 12-avgustgacha va qolgan universitetlar 20-avgustgacha qabul qiladi. Bu degani siz xohlagan fakultetingizga va xohlagan yo'nalishingizga 5-avgustdan keyin dokumentni topshira olmaysiz degani. Shunga qabul vaqtlariga qarab dokumentlarni taxlab topshirish kerak. Endi qabul vaqtlari bizda tugayapti. Qanday qilib to'g'ri tanlash kerak o'qishi va o'qish tartibini? Ana shu bo'yicha tushuntirib beraman men sizlarga hozir polностью. Agar savollaring bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hammalaring xabarlaring bor, 3 xil o'qish tartibi bor. Bu ochna zaochna и zaochna. O'shalar bo'yicha men hozir to'liqroq tushuntirib beraman. Ochna kunduzgi bu haftada 5 kun qatnab o'qiysiz. Bularning kontrakt narxlari Rossiyada 250 mingdan boshlanadi. Bu o'qish tartibi 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan bolalarga to'g'ri keladi. Ochna, zaochna forma обучения bu kechki ta'lim deyiladi. Bularning kontrakt narxlari Rossiyada o'rtacha 140 ming rubldan boshlanadi. Bu 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan akalarga, ukalarga to'g'ri keladi. Sirtqi bo'lim esa bizda 25 yoshdan 70 yoshgacha dokument topshirib o'qisa bo'ladi. Bularning kontrakt narxlari 1 yilga 100 ming atrofida bo'ladi. Shunga o'qish tanlaganingizda kechki sirtqi ta'limda hamma yo'nalishlar ham bo'lmasligi mumkin. Tanlagan universitetingizga qarab, yo'nalishiga qarab, kontrakt narxiga qarab to'g'ri tanlov qilish kerak. Agar siz 20, 30, 40 yoshingizda mustaqil qaror qabul qila olmasangiz, o'qish sizga kerak emas, oldindan aytib o'taman. Shunga kerakli yo'nalishingiz, kim bo'lmoqchisiz, nima soha bo'yicha ishlaysiz, o'sha narsani oldindan aniqlab, hujjatlarni taxlab, o'qishga topshirish kerak. Qabul vaqtlarini men sizlarga aytib o'tdim va qanday o'qish turlari bor, bularni ham aytib o'tdim. Endi o'qishga topshirish uchun sizdan qanday dokumentlar, hujjatlar talab qilinadi? Bu sizni oxirgi tugatgan attestatingiz yoki diplom kollejingiz. Agar siz magistraturaga kirmoqchi bo'lsangiz, diplom bakalavriat, zagran pasportingiz va 3x4 surat. Mana shu hujjatlar bilan siz Rossiya davlat universitetlariga dokumentlaringizni topshirib, student bo'lsangiz bo'ladi. Endi qo'shimcha savollar bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, hujjatlarni taxlab topshirishda yordamlar kerak bo'lsa, siz bemalol ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib, Apcenterga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xabarlaring bor, biz bu sohada 7 yil davomida ish olib boramiz. Bizda Moskvada, Sankt-Peterburgda xohlagan topovoy universitetlaringizga kirishingizga imkoniyatlar bor. Shunga oldindan harakat qiling, qabul vaqtlarini o'tkazib yubormang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosish esdan chiqmasin.